Telefonim uzoq va sifatli ishlasin desangiz, bitta yo'li bor. Hozir shu haqida gaplashamiz. Sifatli va uzoq vaqt ishlashi kerak deganda, bu hamma narsaga tegishli. Ya'ni telefonni qizib ketmasligi, ekranni uzoq vaqt turib berishi. Bilasizlar, ekranlar flagmanlarda vaqt o'tgandan keyin dog' tushib qoladi, qanaqadir chiziqlar tushib qoladi. Bular hammasi qizib ketgandan bo'ladi. Ya'ni telefon qizigan payti ichidagi barcha narsasi bitta ekran emas, barcha narsasi eskirishga, tezroq eskirishga sabab bo'ladi. Bu qizib ketmasligi uchun yechimlardan bittasi, masalan, aksar vaqtda siz o'yin o'ynaganingizda yoki og'ir programmalarni ishlatganingizda telefon qizib ketadi. Shuni hisobiga ichidagi protsessorlar, ekranlar bo'lsin, qizib ketgani sababiga tezroq eskiradi. Buni oldini olish uchun eng yaxshi usullardan bittasi geymerlar bo'ladi. Kuller ishlatish. Ya'ni kuller sovutib beradi. Bu nafaqat eskirmaslikka yordam beradi, balki siz o'yin o'ynayotganda yoki og'ir programma ishlatayotganingiz paytingizda telefon yaxshiroq ishlab beradi. Telefon ya'ni qizib ketmasa, avtomatik yaxshiroq ishlashni boshlaydi.